Assalomu alaykum. Hanzada yaxshimisiz? Men Andijondan Shodiyonaman. Korsetni taqayotganiga 3 kun bo'ldi. Mana e'tibor bersangiz, ikkinchisiga o'tdim o'sha. O'lchamingizni ayting deganda 95 o'lchaganda. Bugun -5 sm 90 bo'pti. 3 kunda o'sha effekt berdi. Albatta, mashqlari bilan birga qilyapman. Shu guruhga tashlagan tanani ozdiruvchi mashqlaringizni har kuni bir martadan, vaqtim bo'lganda 2 martadan qilyapman. Natija yuz ko'rib turganingizdaqa kiyim kiysamchi qo'limda shunday bo'lib ikki qatlamga bilinib qolardi. Yana yo'q, umuman kiyimim osilib turibdi, uyga kelgan kiyimlarim. Hamma hayron, birdan ozib qoldi deb. Albatta shu korset tufayli rahmat katta. Menga rosa yoqdi. Yangi tuqqan o'rtoqlarimga ham tavsiya qilyapman. Shu Akbar va HHga yozinglar. Tezda javob keladi, albatta kelishi ham tez. Natijalardan xursandman, rahmat sizga.